Bu korobkani ko'rib uchqunagani gap esimga tushib ketdi. Korobka bo'sh uy emas. U seni qo'lingdagi san'at asari deydi. Korobka uyga kelganmiz. Joylashgan joyi Yunusobod 3-kvartal. Shundoq dehqon bozorining orqasi, Mega Planetani qarshisida yangi Novostroyka 10 qavatli tushgan, shuni 3-etajda. Hop, 104 kvadrat korobka uy chiqqan. Kiruvishlari mana uzun, katta, keng. Hop, ikkita sanuzil, mana birinchi sanuzilimiz. Xo'sh, bu 3 xona studiya qilingan. Mana bu mana oshxona, o'tiradigan ham zal, ham hol. Hop, balkonga agar olib chiqsanglar ham bo'ladi. Keyinchalik mana manzarani qaranglar mana. Hallaka atsanglar, bozorda hamma narsalar kelaveradi, meva-chevalar. Xullas, endi mana qaranglar, balkonlar почти hamma xonada bor. Mana родительский mana. Ichida o'zini sanuzili bor. Agar kerak emasanglar olib tashlab boshqa narsa qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Hop, bu yoqdan ham balkonga chiqsa bo'ladi. Mana bu yog'imiz mana detskiy. Romlari hamma yoqda mana juda yoqdi o'zimga ham. Balkonlari ham mana katta keng. Keyinchalik yopib borsanglar ham bo'ladi, lekin yopmaganinglar yaxshi, bemalol o'tiraverasizlar. Xullas, shu 104 kvadrat joyi narxi $1000 kvadratda bo'lib, 104 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtiradigan joyi bor. Tezroq harakat qilaylik, pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.